Assalomu alaykum. Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti Urgut filiali Pedagogika va tillarni o'qitish fakulteti boshlang'ich ta'lim yo'nalishi 303-guruh talabasi Keldiyor va Nazokatning ijtimoiy pedagogika fanidan tayyorlagan taqdimoti. Mavzuyimiz sharq mutafakkirlari asarlarida shaxs ijtimoiylashuvi masalalarini yoritilishi, xorijda ijtimoiy pedagogikaning rivojlanish tarixi. Rejalarimiz: ijtimoiy pedagogikaning paydo bo'lishi, Yevropa pedagoglarining ijtimoiy tarbiya haqidagi fikrlari, zamonaviy ijtimoiy pedagogikaning rivoji. Shaxs bu alohida individ, mohiyatdan yaxlit ijtimoiy axloqiy olam. U o'zida inson mohiyati, uning mavjud sifatidagi qadriyatini mujassam etadi. Shaxs ijtimoiy gumanitar fanlarda o'z yo'nalishi, tadqiqot obyekti va maqsadi nuqtai nazaridan turlicha talqin etiladi. U o'ta murakkab, ziddiyatli, qarama-qarshi, o'z-o'zini inkor etadigan mavjudot sifatida biologik, fiziologik, ijtimoiy, ma'naviy, ruhiy, axloqiy va estetik aql-idrok, tafakkur obyekti sifatida hayot mantig'i jihatidan tadqiqot manbaiga aylanishi mumkin. Shaxsning shakllanish omillari ko'p va xilma-xildir. Masalan, genetik, nasliy, biologik, tabiiy, madaniy, ijtimoiy, hayotiy tajribasi, o'z turdoshlari bilan munosabat va boshqa shaxslarning genetik jihati, uning nasliy asosi, ajdodlardan yetib kelgan fizionomiya, fe'l-atvor bilan, biofiziologik jihati esa yashash uchun quvvat olishi bilan belgilanadi. Sharq yulduzi sanalgan Abu Rayhon Beruniy qarashlarida iqtisodiy, ijtimoiylashuv jarayonining mohiyati, ijtimoiy munosabatlar, kishilarning yashash tarzi, moddiy ehtiyojlari, qiziqishlari, manfaatlari, talablari va maqsadlari bilan uzviy bog'liqlikda aks ettirilgan. Jahon fani taraqqiyotiga ulkan hissa qo'shgan buyuk qomusiy olimlardan biri bu Ibn Sino hisoblanadi. U o'zining buyuk tib qonunlar asarida iqtisodiy tarbiya haqida so'z yuritib, agar oila boshlig'i, deydi Ibn Sino, tajribasiz va nohaqlik qilsa, u oila a'zolarini yaxshi tarbiyalay olmaydi va buning oqibatida bundanda yomon natijalarga olib chiqadi. Uning fikricha, agar oila boshlig'i yetarlicha ijtimoiylashgan va bu borada ma'lum tajribaga ega bo'lsa, oilada baxtli hayot bo'ladi. Abu Nasr Farobiy o'zining Hozir odamlar shahri asarida komil jamiyat va komil inson g'oyasini ilgari surgan. Farobiyga ko'ra, inson jamiyatda yashab kamol topadi. Ilm, axloq va tarbiya shaxsning yutuq bo'lishida asosiy omil sanaladi deb aytib o'tgan. Abu Ali ibn Sino bola tarbiyasida oila va jamoaning o'rnini muhim deb hisoblagan. Unga ko'ra, bola nafaqat bilim emas, balki yaxshi axloqni ham egallash haqida, shaxsning sog'lom va barkamol bo'lib ulg'ayishi jamiyat uchun muhimligini aytgan. Alisher Navoiy asarlarida insonparvarlik, mehr-oqibat, adolat g'oyalari keng yoritilgan. U komil insonni halol, saxovatli va jamiyatga foydali shaxs sifatida tasvirlagan. Sharq mutafakkirlarining qarashlari bugungi kunda ham o'z ahamiyatini yo'qotmagan.
ular ilgari surgan axloqiy tarbiya, ilm, ma'rifatga intilish, jamiyatga foydasi tegishi g'oyalari hozirgi ijtimoiy pedagogika va ta'lim tizimining asosiy yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Xulosa qilib aytayotgan